Haddidan oshmoq. Bir kuni bir odam bir donishmandning qishiga ketdi. Donishmand, "Menga hayvonlarning tilini o'rgatib qo'ying. Bularni o'rganib, cho'nqur tafakkur qilib, texmi yaxshi odam bo'lay" debdi. Donishmand, "Menga berib ishingni qil. O'zing ko'tara olmaydigan yukning ostiga kirma. Hozirgi bu holating senga texmi xayrlik" debdi. Odam faqat anglamabdi va ching turibdi. Donishmand, "Hech bo'lmasa ishkimning oldidagi xo'roz bilan itning tilini bo'lsa-mu anglab tushunay" debdi. Donishmand har qancha uni voz kechtirish uchun tirishsa-mu, odam ching turibdi. Shuning bilan donishmand uningga o'gitib qo'yibdi. Bu odam xo'shal holda uyga qaytibdi. Ats atiganlik noshliqni tayyorlab turishiga bir parcha non yerga tushibdi. Xo'roz yugurib kelib buni cho'qib qopdi. It buningga nihoyatda ochiqqa ketdi. "Hey, ochko'z xo'roz, bu qilg'ining to'g'rimi? Sen bug'doyni yeyalaysan, arpani yeyalaysan, qo'noqni yeyalaysan, hatto uvoqlarni yeyalaysan. Men nandan boshqa narsani yeyolmayman. Nimishqa mening rizqimni yeysan?" debdi. "To'g'ri deysan, ammo hech afsuslanma. Ati igimizning eshiki o'lidi. Sen qo'rsqo'ng to'yg'udek narsa yeb olsan" debdi. Buni anglagan odam shu hamon eshikini ko'tarib bozorga olib setibdi va atsi saharda xo'roz bilan it yana nima deb paranglashdi deb ularning yoniga ketdi. Bu chog'da it xo'rozni ayblab turib, "Hey xo'roz, eshak o'latdi. Biz qo'rsqimizni to'yg'izatdik. Nima bo'ldi?" Xo'roz, "Eshak o'ldimi? O'ldi, lekin boshqa yerda. Igimiz uni sotdi. Sen hargiz andisha qilma. Ati ot o'lidi. U chog'da texim cho'ng ziyofatga qatnashsan" deb javob beribdi. Buni anglagan odam darhol otni elib bozorga olib setibdi va xo'shal holda uyga qaytibdi. Odam, "Bu hayvonlarning tilini o'rganganim pek yaxshi bo'pti. Cho'ng ziyonlardan qutuldim" deb o'ylabdi. Atsi saharda "Acaba bugun yana nimalarni paranglashdigandi" deb xo'roz bilan itning yoniga mengibdi. It yana, "Hey, bu qatim deganingmi bo'lmadi? Sen yana yolg'onchilikni boshladingmi?" deb uningga koyibdi. Xo'roz, "Yo'q, men yolg'on so'zlamadim. Ot o'latdi, lekin igimiz uni sotdi. Sen andisha qilma. Ati igimizning eng cho'ng xizmatkori o'lidi. Uning uchun cho'ng nazir berildi. Nazirdagi narsalardan yeb toza bir to'yib olsan" debdi. Buni anglagan odam hech saqlamasdan uzun yil xizmatini qilgan xizmatkorini olib setibdi. Odam, "Bu xo'roz bilan itning gapini o'rganganim pek yaxshi bo'ldi. Bir muncha ziyondan qutuldim" deb faxrlanibdi. Atsi sahar yana xo'roz bilan itning yoniga yuguribdi. Ular yana paranglashibdi. It bu qatim intayin ochiq ketdi. "Bu yolg'onchi xo'roz, qani xizmatkor o'latdi-ku, qo'rsqimiz to'yatdi-ku. Kunlardan beri meni kuldirlatding. Bu senga yarashamdi" deb varqirabdi. Xo'roz, "Men yolg'onchi emas va yolg'on so'zlamayman" deb gapni boshlabdi. "Xizmatkor o'ldi. Faqat bu yerda emas, boshqa yerda. Igimiz uni sotdi. Hech qanoat qilmadi. Endi navbat o'ziga keldi. Asli balo qazo uning eshigiga kelgan edi. Buning bilan igimiz cho'ng balo qazodan qutulatdi. Eshigini sotdi. Balo qazo otga keldi. Otni sotdi. Xizmatkorga keldi. Xizmatkorini sotdi. Endi balo qazo uningga keldi. Navbat uningda. At igimiz o'ldi. Buning bilan hammamiz to'yimiz" debdi. Buni anglagan odam ah-voh aytibdi. Beshini uribdi. Lekin o'rniga kelmabdi. Mushundaq tamoqxo'rlikning jazosini hayoti bilan to'labdi. Siz bo'ling. Haddingizdan oshmang. Hiyla mikr ishlatmang. Adolatlik bo'ling. Unutmang. Bizlar nimaning biz uchun xayrlik, nimaning biz uchun xayrsiz ekanligini hargiz bilolmaymiz.